Ushbu video tadbirkorlik subyektlari uchun foydali bo'lishi mumkin. Ko'pchilik tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotchilarga qarz undirish yoki boshqa nizolar bo'yicha murojaat qilgan vaqtda sudga to'lanadigan davlat boji stavkalari haqida aniq tasavvurga ega bo'lmaydi. Hozir sizga yirik biznes egalari, umuman biznes egalari iqtisodiyotchilarga da'vo ariza bergan vaqtda eng ko'p to'lanadigan davlat boji turlari haqida tushuntirish berib o'taman. Demak, davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mavjud. Ushbu qonun bilan davlat boji stavkalari tasdiqlangan. Unga ko'ra, tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotchilarga murojaat qilgan vaqtda mulkiy xususiyatga ega bo'lgan da'volar bo'yicha da'vo bahosini 2% miqdorida davlat boji to'lashlari lozim bo'ladi. Ya'ni agar siz 100 million so'm qarz undirish haqida da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilsangiz, demak 2% davlat boji to'lashga to'g'ri keladi. Agar taqdim etiladigan da'vo ariza nomilkiy yutusidagi talab yoki shartnomani o'zgartirish, bekor qilish yoki haqiqiy emas deb topish bilan bog'liq bo'lsa, bunday holda to'lanadigan davlat boji miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarini tashkil etadi, ya'ni 4 ming so'm. To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ish bo'yicha ariza taqdim etilsa, bu uchun to'lanadigan davlat boji miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarini tashkil etadi. Yana bitta muhim jihat shundan iboratki, da'vogar sudga davlat boji to'lab murojaat qilgan vaqtda agar uning da'vo talablari qanoatlantirilsa, sud xarajatlarini, ya'ni da'vogar tomonidan to'langan davlat bojini javobgardan uning foydasiga undirish haqida qaror qabul qiladi. Sahifamizda shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar yana bor. Istasangiz obuna bo'ling, like bosing, videoni biznes egalariga yuborib qo'ying.